tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose. Hammaga assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan men har doimgidek Sunnatulloh. Demak, siz bu videoda hayvonlar olamiga bepul sayohat qilishingiz mumkin. Shuning uchun qulayroq joylashib oling degan holda biz esa hayvonot bog'iga sayohatimizni boshlaymiz. Agar mana shunday qiziqarli videolarni tez-tez chiqishini xohlasangiz, Sunnat Studios YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying va shu tariqa kanalimizni rivojlanishi uchun o'z hissangizni qo'shgan hisoblanasiz. Agar videolarni yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa davom etamiz. Hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan men Sunnatulloh. Demak, bugun hayvonot bog'iga yetib keldik va hozir sizlar bilan hayvonlarni birin-ketin tomosha qilamiz. Demak, biz boshlaymiz. Hurmatli tomoshabinlar, hozir biz hayvonot bog'iga keldik va hozir yovvoyi hayvonlarni birgalikda sizlar bilan tomosha qilamiz. Hurmatli tomoshabinlar, hozir mana bo'rini ko'rgan keldik. Ana endi navbatdagi bo'rini ko'rishni boshlaymiz. Navbatdagi oq bo'ri. Hop, ana endi sherni ko'rgani boramiz. Qirol sher uxlayapti hozir. Qani endi topinglarchi, qaysi hayvonni ko'rgani keldik? Topa olmaganlar uchun yo'lbars. Marhamat. Bu videoni Sunnat Studios kanali moliyalashtirdi albatta. Shuning uchun bu videoga like bosib qo'yamiz. Shuncha mehnatlarni qadrlash xohlasanglar, albatta videoga like bosib, kanalimizga iloji boricha obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lardim. Biz esa keyingi hayvonni ko'rishga yo'l olamiz. Navbatdagi hayvon oq sher, Afrika sheri qani. Qara. Manga qara. Hop. Oh, молодец. Yine sherni ham ko'rdinglar. Ana endi keyingi hayvonlar oldiga boramiz. Hop, hurmatli tomoshabinlar, oq tirnoqli ayiqni oldiga keldik. Marhamat.
eng qaro hayvon ekan. Bitta joyda aylanyapti. Zerikkanman. Bu ayiq haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa navbatdagi hayvon oldiga yo'l olamiz. Hurmatli tomoshabinlar, ana endi biz qo'ng'ir ayiqni oldiga keldik va uni ko'ramiz birgalikda. Mana. Ko'rayotgan bo'lsa, ana endi biz navbatdagi hayvonni ko'rishga boramiz. Hurmatli tomoshabinlar, hozir biz hayvonot bog'ining food zonasiga keldik, ya'ni ovqatlanadigan joyga. Hurmatli tomoshabinlar, biz navbatdagi hayvon oldiga keldik. Bu hayvon begemot bo'lib, hozirgina biz uchun, ya'ni Turgus kanali uchun maxsus suvdan chiqib berdi bu hayvon. Hozirgina suvning ichida edi. Biza yarim soat vaqtimiz ketdi buni chiqishini kutguncha. Hurmatli tomoshabinlar, biz navbatdagi hayvon oldiga yetib keldik. Bu hayvon kichik begemot bo'lib, hozir mana o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Hurmatli tomoshabinlar, ana endi biz navbatdagi Benet kenguru oldiga yetib keldik va hozir o'zingizlar ko'rib baho berishingiz mumkin bu hayvon.
Hurmatli tomoshabinlar, mana endi biz hayvonot bog'idagi Disneylandga yetib keldik, ya'ni bolalar maydonchasiga. Hurmatli tomoshabinlar, o'zingiz ko'rganingizdek bolalar xursand va vaqtini chog' o'tkazdi. Hurmatli tomoshabinlar, ana endi biz navbatdagi hayvon oldiga keldik va bu hayvon kik bo'lib, hozir bizdan ancha uzoqda bo'lib, sizlarga ko'ryaptimi-yo'q bilmadim. Keyingi videoda yaqinroq olib ko'rsatishga harakat qilaman. Qalamamiz ketdik. Alpaka deb nomlangan hayvon oldiga keldik. Hozir bizdan biroz uzoqda bu hayvon va u ovqatlanyapti yoki dam olyapti. Hozir yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilaman. Biz o'sha Minecraft o'yinidagi lama degan hayvon oldiga keldik. Real hayotni ko'rish baribir boshqacha bo'lsa kerak mana. Bo'y uzunligidan mana oldinga chiqyapti. Men uzoqlashib ketdim mendan. Hozir sizlarga yaqinroqdan olishga harakat qilaman. Lama bilan bo'lgan sarguzashtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hozir endi keyingi hayvon oldiga yo'l olamiz. Mana endi men ovqat beraman. Ana. Va nihoyat berdim. Mazami? Tomoshabinlar, mana endi biz navbatdagi hayvon oldiga yetib keldik. Qora oqqush bilan qushni flamingo oldiga. Mana men kelganimga qarsiylar ostida baqir-chaqir qilib kutib olishyapti flamingolar. Va ularni hozir sizlarga yaqinroqda ko'rsatishga harakat qilaman.
Biz buqaning bolasini oldiga keldik va hozir sizlarga yaqinroqdan ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Hurmatli tomoshabinlar, buqani bolasi hozirgina mana oldimga keldi. Menga qarab turib, mana menga ochiq bo'lganligi hisobiga qo'rqdi biroz kelishga. Nimaga keldi desanglar, men ketgan qiziligiga qizil rang uni jalb qildi. O'zingizlar bilasizlar, buqalar qizil rangni yaxshi ko'radi va talpinadi o'sha rangga. Shuning uchun men suruvroq oldim. Endi esa keyingi hayvon oldiga boramiz. Hurmatli tomoshabinlar, ana endi biz echkini oldiga keldik. Mana menga qarab turibdi, kim ekan bu deb. Xo'p, men Sunnatulloh bo'laman. Sunnat Studios kanalining asoschisi. Hayron bo'ldim. Biz esa uni yaqinroqdan olishga harakat qilamiz. Hurmatli tomoshabinlar, endi biz echkilar bilan xayrlashgan holda keyingi hayvon oldiga yo'l olamiz. To'g'rimi? Hayır. Biz navbatdagi kiyiklar oldiga keldik. Hozir yaqinroqda ko'rsatishga harakat qilamiz. Hurmatli tomoshabinlar, ana endi biz bir o'rkachli tuya bilan Shotlandiya otini ko'rgani keldik. Qani birgalikda ko'ramiz. Sayohatimiz davom etyapti. Sizlar bor yo'g'i bitta katta like bosib qo'yinglar. Men esa sizlarga katta bir tuyani ko'rsataman. Qani bo'lmasa davom etamiz. Katta tuya. esa tuyalar bilan xayrlashgan holda keyingi hayvon oldiga yo'l olamiz. Hurmatli tomoshabinlar, hozir filmni ko'rsatish uchun sizlarga bir xonaga ketyapman, ko'ramiz. Nimalar bor ekan. Filmni topdik tomoshabinlar. Shuncha mehnatlarimiz uchun albatta like bosib qo'yamiz videoga. Hurmatli tomoshabinlar, men o'zimga film ko'rib guvoh bo'ldik. Agar bunday qiziqarli videolarni chiqishini xohlasangiz, Sunnat Studios YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Shu videoga albatta like bosib qo'ysanglar, bunday qiziqarli videolar chiqarishga harakat qilaman. Eng zo'rlari tomonidan bizni kuzatishga davom eting. Hurmatli tomoshabinlar, ana endi biz Afrikaga yo'l oldik va hozir zebra bilan jirafani birgalikda tomosha qilamiz. Zebrani oldiga keldik. Afsuski hozir zebra yo'q. Lekin Sunnat Studios kanali albatta sizlar uchun bu narsani imkonini qilamiz. Aytdimmi, sizlarga ko'rsataman. Endi yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilamiz. Voy, Xudoyim! O'zimga ko'rinyaptimi? Shuncha zebra.
Hammasi xuddi mendek. Shoshma, biz qayerdamiz? Bu Santiago. Endi bunga 40% ishonchim komil. Men bu joylarni bilaman. Menimcha bu Afrika. Afrika? Shunaqaga o'xshaydi. Bizning tarixiy vatanimiz. Qonimizda bor. Buni his qilyapman. Yo'q, buni tushga o'xshaydi degan bo'lardim. Go'yo bu yerlarda oldin ham bo'lganman. Televizorda ko'rgansan. Yo'q. Go'yo tushga o'xshaydi. Bu yerlarda oldin ham bo'lgandekman. Hurmatli tomoshabinlar, hayvonot bog'i sayohatimizda davomini ko'rishni xohlaysizmi? Unda shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Kanalimizda qancha ko'p obunachilar soni ko'paysa va shu video qancha ko'p like yig'sa, men albatta shu videoni, ya'ni hayvonot bog'i sayohatimizda davomini ikkinchi qismini shuncha tezroq siz aziz tomoshabinlar uchun premyerani taqdim etaman. Shuning uchun bu ko'proq mendan ko'ra siz aziz tomoshabinlarga bog'liq. Qancha ko'p kanalimda obunachilar ko'paysa va shu video qancha ko'p like yig'sa, men iloji boricha shuncha tez sizlarga premyerani taqdim etaman. Hayvonot bog'i sayohatini ikkinchi qismini ko'rishni xohlaysizmi? Kanalimizga obuna bo'ling. Qo'lga o'rgatilgan hayvonlar bo'limiga kiryapmiz. Tomoshabinlar, bugungi hayvonot bog'i sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.